Assalom xalqimning eng ulug' siymolari, bilim dargohimizning aziz mehmonlari. Xush kelibsiz ilm-fanning davri-davronlari, xush kelibsiz muallim va aziz ota-onalari. Assalomu alaykum bizning Nonda milliy maktabimizga tashrif buyurgan xonimlar va janoblar, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar. Mana bugun biz birinchi sinflarimizning savodxonlik bayramiga tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Hozir davramizga bayramimizning qahramonlarini davramizga taklif etamiz. Marhamat. Endi navbatni kechamizni ochib berish uchun maktabimiz direktori. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bugun bizning maktabimizda katta tantana, sababi bizni jajji bolajonlarimiz savodxonlik bayramini nishonlashyapti. Xudo xohlasa, bu yigit qizlarimiz kelajakda juda ham yetuk, o'z kasbini yetuk mutaxassisi va albatta yurtimizga, sizga, bizga katta rahmatlarni, foydalarni olib keladigan yigit qizlar bo'lib yetishadi. Bugungi tadbirga bolajonlarimiz kuchli hayajon, o'ziga yarasha nima desa bo'ladi, kutuvlar bilan tayyorlanib tushgan. Ozgina bularni qo'llab-quvvatlab tursak, juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Sahnaga chiqib, ota-onalar oldida, ustozlar oldida nimadir aytishi yoki namoyish qilishi oson jarayon emas. Shuning uchun kamchiliklarga e'tibor bermasdan, ularni iloji boricha qo'llab-quvvatlab tursak yaxshi bo'ladi. Sizlarga maroqli hordiq tilagan holatda navbatni bolajonlarimizga beramiz. Rahmat. Rahmat ustoz, sizga ham boshlaymiz. Xizmat boshi salom, ish boshidir intizom, mehmonlarga chin dildan deymiz salom, assalom. Ustozlarning o'giti dilimizga joylaylik, dilda hayajon bilan bayramni boshlaylik. Bugun bizning maktabda juda katta tantana, bilimini namoyish qiladi har bir bola. Assalom otajonlar, assalom onajonlar, salomini yo'llaydi sizlarga bolajonlar. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar, ona vatan bag'rida baxtni topgan bolalar. Ona yerda muhabbat, yosh avlodning dilida madhiyamiz yangraydi bolalarning tiliga. Assalom ona yurt, tonglar o'lkasi, ta'rif tavsifingning yo'q nihoyasi. Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi.
boshi, harflarga karvon boshi, Akmal Azizali, Adam boshlanar bari. Qanotlarim yig'ib olgan kapalakning o'ziman, yelkan bo'lib kemalarda shamollardan o'ziman. Dengizu daryodaman, davlatu dunyodaman, deyman shirin so'z bo'ling, doim haqqi do'st bo'ling. Elakdayu ertakda, echkalarda eshakda, en birinchi turaman, erkin esli bo'laman. Oroq fayni topgach, egzagim deb yopishdi. Ikkalasi filni ko'rib, minamiz deb chopishdi. So'zlar boshlayman, gavhar bo'lib yashlayman, go'yo bilan gulzor chiroyli bilan. Lol hakka handalayslar, hovli halinjak. Borman inson qushida, hatto humoq qushida. Yog'och va terakka o'xshab bo'yim uzunroq, igna kabi ingichka kapsan ko'zi quroq. Soyabonning vanni sinib, birpas yig'ib olibdi. Jeriga o'xshaganini jahonga hayron qolibdi. Kitob kalitda bittaman, kek so'zda ikkitaman, kaklikka ko'da uchtaman, toping so'zman kimman? Vatinda menman yolg'iz, laylakda ikkitamiz topdim bir sir lolalar, nechtalar bor bolalar. Gidos keldik biz, qo'lma qo'lga beldik biz, qilmasdan kuchimizsa yozdirdimmi degan harf. Nani yasamoq oson, diqqat bilan qarang, 200 stronlar quyoshda o'tiraydi. Yoshlarda tekmaloq, chiroyli shakling yotoq, olma olcha olori, qildirak tekmaloq. Menga uchraysan har gallik, kiysang po'toq bo'zdan, patir palov yeganda, baxta pula deganda. Qahva qayga ushlasamda, alif boda o'rnim bor, qarang xuddi quyonchadek, mening ham o'zdimim bor. Qanday rondare toshi, uni qanday yozaman, bir qo'lim yerga qo'yib ro'yomon kirang. Chala 8 gamamani, ilon bala olaman, sal-pal chiziq tortgan qani 8 bo'lib qolaman. Ikki harf ko'p qilmaysan, 3 harfdan to'qmoq tovoq undaman, tovoq undaman. Ustunda ikkita quruq tersa, bitta uzun unutdim, bilmasdim. Men vazirman brusiz, varray so'zin yozuvsiz, vasira vobid vali, yozing kelganni gali. Hajirlar mana yozgim taxtani, xo'rozxona xola ham men bo'lacağam. Asli juda ko'plar daraxtlardan yog'arbi, ham cho'zmani eslatar, sho'x-sho'xlar ayr. Sinada turgan o'rtoq senga bordir bir so'roq, nani qanday ushlasang, zago'sh hayda ozroq. Menga gar qarasangiz, shaklim oyga o'xshaydi, otga beling desangiz, ot emas, o't. Yosh qiymas, biroz e'tibor beringga, harfning qoshiga bir asr. Siz do'stlashda hayotdan ko'ring, shodligim bilan shaxmat chashga so'zlarda ajalmas ular hech ham. Tumit chonak, pechelak chedan bo'lsin qarang. E'tibor berib qarang, belgiga dur kemak. Boshqa ikkita harf ishlar bitta tovush uchun, ne va ganing juftligi ko'rsatar dimoq uchun. Mana bizni birdingiz, so'zga quloq solingiz, bolalar bizni bilar, bilganda baxt ko'rar, bizlarni derlar alifbo, 30 harf eluja, bolalarga do'st bo'ldik, yayradik, o'ynadik, kuldik. Bolajonlar, men sizga birinchi kitobdirman, dilingizni yoritgan go'yoki oftobdirman. Ko'rdim bugun donosiz, hammadan ham a'losiz, o'qishni yozishni bilgan, aqlingiz ham razosiz. Endi boray dam olay, sizlarga baxt omad tilay, ongingiz charaqlash uchun o'qish kitobin
o'qishni seving, mendek chin yurakdan o'qingiz. Hikoya ertaklarni mag'zin chaqib o'qingiz. Xayr, bolalar, meni sira unutmang. G'ayrat bilan o'qingiz, nasihatim unutmang. Xayr alifbey kitobimiz. Bolajonlar, qaysi kitob bilan xayrlashdik? Alifbey. Endi qaysi kitobni taklif qilamiz davramizga? O'qish kitobini, marhamat. Salom yangi do'stlarim, erka qora ko'zlarim. Bugun sizga yurakdan atalgandir so'zlarim. Meni o'qish dedilar, o'qib o'qish dedilar. Mendagi har mavzuni mag'zin chaqish dedilar. Meni asta varaqlab, mazza qilib o'qisiz. Ibrat olib so'zimdan xalqimizga yoqasiz. O'qing meni addoqlar, men do'stingiz bo'laman. Qo'l bering sizlarga yoningizda bo'laman. Men ona tilaman, ilm dono tilaman. Onajonlar sof vijdonni, otajonlar dilaman. O'qing meni varaqlab, yurakda hurmat saqlab. Ona tilim sehrini addoqlab, sevib yoqlab, tilimiz xazinasi. Sizga ochishimiz bor, ona tilim sehrini barjon kabi ochishimiz bor. Endi davramizga matematika kitobimizni taklif qilar ekanmiz. Qani matematika kitobimiz nima deb bizga saylab berarkan? Qani marhamat. Matematika o'zim, quyoshda issiq yuzim, raqamlardan boshlanar, tinglasangiz gar so'zim. 10 ta raqam jomenda, keraktirman har yerda. Aqlingizni chaqlayman, har misol, har amalda. 21-asr kibernetika asri, bilim donolarga ochiqdir bilim qasri. Men sizga do'st bo'laman, hamdam ham do'st bo'laman. Raqamlarni tanitib, to'g'ri amalni bilaman. Endi navbatni alifbo qo'shig'imizga beramiz. Qani marhamat, birgalikda ijro eting. alifbodan barcha harflarni tanib olibsiz. Lekin shu harflarni yozib qo'shib o'qiy olasizmi? Albatta.
Albatta biz o'zimiz uchun sevimli bo'lgan vatan, ota-ona, ustoz, yurtboshi kabi so'zlarni hech qiynalmasdan yoza olamiz. Tayyor harflardan so'zlar yasaysiz. Harflarni to'kamizda so'zlar yasaymiz. Shartimiz shundan iboratki, bitta qo'shiq tugaguncha keyin ko'p so'z topish. Chunki ko'p so'z yasash. Olqishlab turamiz. Tezlashamiz. Vaqt tugadi. Endi o'quvchilarimiz yasagan so'zlarimizni o'zlari o'qib berishadi. Marhamat, birinchi bo'lib Ota, nom, makka, do'st, it, os, o's, g'oz. 8ta so'zimiz bo'pti. Rahmat. Shuncha harakat qildingiz. Endi ikkinchi so'zimiz Marsak, maska, kal, ziyo, soch, murod, qosh. Beshta so'z yasashibdi. Juda ham yaxshi. 6ta ekan. Aql, bilimli, bilimdon, qarg'a, besh, baho, xush. 6ta so'z yasashibdi. Juda ham yaxshi. Jahongir o'g'limiz g'olib bo'libdilar. Olqishlab qo'yamiz, ha? Bular ham birinchi o'rin, ikkinchi o'rin. Albatta. Do'stlik g'alaba qozondi.
Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, xush kelibsiz. Demak, mental arifmetika darsimizda bugungacha yetgan bilimlarimizni sizlarga namoyish etamiz. Qani bolajonlar, qayerda ishlaymizmi? Tayyormizmi? Men sizlarga misol aytaman, sizlar javobini aytishlar kerak, xo'p? Qani ketdik bo'lmasam, to'r, ayrilgan uch, qo'shilgan uch, ayrilgan uch, qo'shilgan bir. Javob. Молодец, barakalla. To'g'ri. Keyingisi 2, ayrilgan 2, qo'shilgan 9, ayrilgan 7, qo'shilgan 1. Javob. 3. To'g'ri. Barakalla. Keyingi misol 8, qo'shilgan 1, ayrilgan 9, qo'shilgan 4, ayrilgan 4. Javob. Barakalla bolajonlar. To'ppa-to'g'ri. Keyingi misol 1, ayrilgan 1, qo'shilgan 2, qo'shilgan 6, qo'shilgan 1. Javob. Barakalla bolajonlar. Rahmat hammangizga kattakon. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're angry, 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 stomp your feet. If
stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're scared, 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 say oh no, say oh no. If you're scared, 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 say oh no, oh no. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap, take a nap. If you're sleepy, 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 take a nap. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Злую тучку наказали, ты плохая, и сказали, и она заплакала, как закапала. Меньше сразу задрожали наши ноги, бежали, полетели, птицы, листы, птицы, сели, организм. Пес по имени Барбос спросил мне нашу утку, еле умный пес свою собачью будку. А мы с тобой не дружим, посему бежим по лужам, брызги прямо выследят, случаю встречаются, а потом они назад с неба возвращаются. Тучку бедную простили, тучку с миром отпустили, тучка плакать перестала, а потом совсем пропала. Та-та-та, дождик прошел.
Rahmat, olqishlaringiz. Mana hurmatli ota-onalar, 1-sinfimizning bugungi savodxonlik bayramiga tayyorlab kelgan qisqacha tadbirimiz o'z nihoyasiga yetdi va endi navbatni taqdirlash marosimiga berayotganmiz. Marhamat. Onajonlarimiz nomiga bo'lib Onaginam senday yaqin do'st yo'q ekan. Mehringga umumanga so'z yo'q ekan. Sen qilgan bu duolarim tilagingda. Assalomu alaykum aziz va ustozlar, hurmatli ota-onalar, jajji bolajonlar. Avvalambor hammani shu chiroyli kayfiyatda o'tirganingni, mana shu bolajonlarimizni bizga atab toshgan tadbirlarga xush kelibsizlar. Bolajonlarimizga kattakon rahmat. Avvalambor ustozlarimizga rahmat. Kelgusida shu bolajonlarimiz mana shu ustozlariga o'xshagan davlatimizga, ota-onasini hurmat qiladigan, ota-onasiga, davlatimizga foydasi tegadigan bolajonlar bo'lib ulg'aysin. Allohim barchalarini panohida asrasin. Sog' salomat bo'lishsin. Hammani kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Ustozlar sizlarga kuch-quvvat tilayman. Meni nevaramning otlari Jahongir, direktorlari ham Jahongir Mirzo ekanlar. Jahongir Mirzo kelgusida sizni o'rningizni meni bolam oladi, Xudo xolasa. Yangi yil yaxshi kutlayman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz ustozlar, jajjigina bilimga chanqoq o'quvchi bolajonlarim. Mana bugun siz ilk marralarga erishdingiz. Alifbe bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Alifbedagi hamma harflarni o'rganib, siz omad eshigini ochdingiz bolajonlarim. Bu eshik sizga doimo omadlar olib kelsin. Har harfingizda, har so'zingizda, bilimlaringizda doimo yuksak marralarga erishing. Aziz o'quvchilarim, sizlar doimo o'qishga beriling. Bilimga chanqoq bo'ling. Doimo yuksak marralarga erishib yuring. Ota-onangizga, ustozlaringizga doimo hurmatda bo'ling. E'zozlang, ko'p mehribon bo'ling. Doimo aziz bolajonlarim, sizlarga doimo sog' bo'ling, omon bo'ling va yuksak marralarga erishishda eshiklar doimo ochiq bo'lishini tilab qolaman. Yana bir bor savodxonlik bayramingiz muborak bo'lsin. E'tiboringiz uchun aziz ota-onalar, sizlar maktab tanlashda, ustoz tanlashda hech qachon adashmadingiz. Hali bilim uchun tikilgan sarmoya albatta mevasini serhosil qiladi degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Aziz va qimmatli vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun 1-sinf donolar o'quvchilarimizning bugungi kichkina tayyorlagan tadbiriga vaqt ajratib kelibsiz. Qadamlaringizga hasanot. Doimo sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu bilimlarni berishda menga yelkadosh bo'lgan Mohnur Abdurasulovni va maktab ma'muriyati uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat. Hop, hozir so'zni Jahongirga beramiz. Avvalambor bolajonlarimizni chiroyli tadbir bilan tabriklaymiz. Kamchiliklariga ko'z yumaslar degan umiddamiz. Bular birinchi marta sahnaga chiqib, mana shunaqa o'zlarini ko'rsatishyapti. Oson emas. Shaxsan o'zim juda xursandman. Men bularni o'zimning farzandimdan yaxshi ko'raman. Ishonsanglar, deyarli maktabda hamma o'quvchilarning ismini yoddan bilaman. Ismini aytib so'rashga harakat qilaman. Bularga bu katta kuch beradi degan fikrda yashayman men. Do'stona munosabat o'rnatishga, ular bilan ikkilanishsiz quchoqlashib so'rashishga, do'st bo'lib hazillashishgacha bemalol bora olamiz. Xudo xohlasa, bu farzandlar kelajakda bizdan yetuk, sizga, yurtimizga katta hissa qo'shadigan insonlar bo'lib yetishadi. Biz shunaqa niyat qilamiz. Biz himmatni juda katta olganmiz. Bu bolajonlarimizni katta bo'lgandagi yutuqlari. Biz
o'qishga kirish bilan cheklanib qolmasdan, balki kelajakda qanaqa shaxs bo'lishi, o'zidan tashqari atrofiga ham foyda keltira oladigan inson bo'lishiga barcha qo'limizdan kelgan ishlarni amalga oshiramiz. Sizlarni yana bir bor mana shunaqa farzandli yutug'i bilan, mana shunaqa kunda, chiroyli holatda, mana shunaqa davrada turganinglar bilan tabriklayman. Ilohim bizga ham mana shu narsa nasib qilsin. Bizni farzandlarimizga ham mana shunaqa bayramlarni nishonlash, unda biz o'tirib, ko'zimizda yosh bilan, quvonch yoshi bilan ularni tabriklash bizga ham nasib qilsin. Vaqtingdan ayamaganingiz uchun kattakon rahmat. Biz o'quvchilarimizga tayyorlagan arzimas sovg'alarimiz bor edi. Sizlarning ishtirokingizda shuni taqdim qilsak. Rahmat. Dastlab biz savodxonlik guvohnomasini taqdim qilamiz. Ana undan keyin bularga tayyorlagan arzimas sovg'amiz bor. Olqishlar qilamiz sovg'alarimizni, yormalarimizni. Barchalarini yana bir bor bayramingiz bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar. Bu yo'lda bizga yordam bergan barcha maktab jamoasiga, tadbirni tashkillashtirishda yordam bergan ustozlarimizga va eng asosiysi shu bolalarni mana shunaqa zukko bo'lib, tarbiyali bo'lib, yaxshi inson bo'lishiga harakat qilayotgan birinchi navbatda ota-onalarga rahmatimni aytmoqchiman. Ikkinchi navbatda ustozlarimizga, Munisaxon ustozimizga, Mohinur ustozimizga, vaqti kelsa uyda o'zimda ham bo'ladi bunaqa jarayon. Farzandlarimga ikkinchi, uchinchi marta nimadir tushuntirishga sabrim chidamaydi, asabim ko'tarmaydigan holat bo'ladi-da. Lekin ustozlar har doim o'quvchilar uchun sabr bilan 10-martagacha yetib boradi deb o'ylayman. Ko'pincha shunaqa bo'ladi. Ustoz, sizlarga kattakon rahmat. Bu yo'lda hech qachon charchamayman.
doim Alloh nazarida bo'lish nasib qilsa, shunaqa sharafli kasbga ega bo'lish baxtini beribdi. Bu baxt hammada yo'q. Rahmat katta. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.